Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, mana bu yerda mana gazoblok ishlab chiqarish uskunalari, kim mana shunaqa gazoblok, penablok ishlab chiqaraman deganlar mana shunaqa gazoblok uskunalarni xarid qilib, bemalol mana shunaqa gazobloklar ishlab chiqarsanglar bo'ladi. Endi gazoblok komplektida o'zi nimalar bo'ladi deganlar uchun mana bunaqa suv yo'nkisi. Ko'ryapsizlar, bunaqa suv datchiklari, o'zi shlankalari, mana обратныйsi, tentlari hamma yo'q bilan suv motorlari ham yaxshilardan qilingan. Pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrlik shablon. Konteynerdan yasalgan, bemalol tagiga o't yoqsa bo'ladigan variantida. Manaqa qoliplar. Har bittasiga mana 4 tadan oshiq-moshiqlar qo'yilgan. Shu qolipdan 2 dona bo'ladi. Hozir bu yerda 2 dona qolib turibdi, ustim-ustim qo'yilgan va manaqa universal reskasi. Xohlasangiz 10 lik, xohlasangiz 20 lik kessa bo'ladigan. Va manaqa mishalkasi. Hozir bu 220 ga montaj qo'yilgan. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 ga ishlaydigan qilib beriladi. Mana yaxshi holatda mishalkalar, mana kranilari ham yaxshilardan qo'yilgan. Shunaqa mishalkasi va arrasi bo'ladi mana uni. Turibdi, xuddi shunaqa arrasi. Shu bir komplekt gazoblok apparatimiz. Joyida 1,5 ming dollar dastavkalar shu adresga qarab kelishadigan holatda. Mana minisi, barcha turlardan bor. Mana ko'ryapsizlar, bag'larda ham komplekt, qo'shimcha qoliplar, mana mishalkalar ham yetarlicha bor. Ko'ryapsizlar. Mana suv yo'nkislar. Qoliplar ham mana zahiramiz bor. Zakaz qilasiz, tez fursatda yetkazib beriladi. Bunaqa 1 hafta, 10 kun, 1 oy degan narsalar bo'lmaydi. Uzoq 3 kun ichida yetib boradi. Mana bu gazoblok mini qoliplari. Mini gazoblogi mana shunaqa qoliplarda qo'yiladi. Bu yerda 4 ta qolip. Bu penablok qolipi. Endi mana penablok uskunalari. Penablok uskunalarini mana har xil assortimentlarimizdan bor. Yevro qolip deysizmi, обычный qolip, mana hammasidan bor. Endi komplektda o'zi nimalar bo'ladi deganlar uchun manaqa penablokga yevro qoliplar. Yevro deyilishiga sabab mana ko'rasizlar, har bir palasalarda profillar qilingan, usulini qilingan, mana har bitta qolip 6 talik bo'ladi, rezbalik, hatto taglarida ham mana profillari bo'ladi. Shu qolipdan 3 dona bo'ladi. Rastor bochkani qo'ygan. Mana ko'rasizlar. Manaqa kompressor, mana mikser yonida turibdi, ko'ryapsizlar. Plyuzatorlari ham bor. Manaqa pena generatori, latogi, kolonnasi, salkam 1000 ta pena bo'lib ketadigan penasi va manaqa rastor bochkasi bo'ladi. Bir komplektimizda. Bir komplektimizda shu 3 ta qolip, pena generator, kompressor, mikser, plyuzator, latok, tumba, salkam 1000 ta pena bo'lib ketadi. Yon penasi bo'ladi. Bu joy vodiy bo'ylab 850 dollar, O'zbekiston bo'ylab 900 dollar. Обычный komplekt. Nari yevrodan farqi belida u bir qatorlik bo'ladi. Mana bu yerda zakazga bunda ham hamma narsasi, pena generator, kompressor, mikser, plyuzator, shlanka, barcha narsalardan bor. Xohlasangiz mana bunaqa zakazga belida 2 qatorli profilli komplektlar ham qilib berilaveradi. Kimga mana shunaqa penablok ishlab chiqaraman deganlar, bemalol ekranda raqamga aloqaga chiqsa, O'zbekiston bo'ylab olib borib quyishlar o'rgatib, mahsulotlar qayerdan olishi, qanoq tayyorlanishi hamma yo'qini yo'lga qo'yib beramiz. G'ishtash uchun manaqa aravalar bor zakazga, katta pena generatorlar zakazini o'ntiradigan bochkalar, o'zi o'ntarsa bo'ladigan manaqa bochkalar, manaqa mini pena generatorlar xohlaganlar uchun mana latok, tumba deysizmi, barcha turlardan bor. Mana penalar, Xitoy parashogi, yevro qoliplari ham hammasi rezbalik holatda bo'ladi. U mana iplik turib, ana bo'lganiga e'tibor bermaysizlar. Endi ko'tarib yiqib siljish uchun qulayroq bo'lgani uchun ip holatida turibdi.
Endi ko'pchilikda xomashyolar nima deganlar uchun pena blogi o'zini xomashyolari asosiy xomashyosi gips, sement, suv, pena. Pena degani ko'pik degani. U pena oddiy mana idish yuvadigan gel. Shu narsadan tayyorlanadi. Shu narsa pena hisoblanadi. Penalari endi tayyorlanishlari hammaga o'rgatib qo'yiladi. Shu narsalardan pena blok chiqadi. Endi gazoblok xomashyolari muammo emasmi deganlar uchun gazoblok xomashyolari ham вообще muammo emas. Uni xomashyolari alyuminiy pudra, kauchukli soda, 60 gradusli issiq suv, sement, qum ketadi. Mana 220 da bunaqa kulchati knopka qilib qo'yilgan bo'ladi. 380 da mana bundaqa avtomat qilib qo'yilgan bo'ladi. Bemalol ekranimizdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab ishga tushirib beramiz olib borib. Kanalimizga a'zo bo'lib, like bosishni unutmang.